Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilar. Bugun sizlarga oddiy mashq bilan sizlarni kundalik davomida, ya'ni hayotda sizlarni qiynayotgan muammolardan qutqarishni o'rgataman. Ya'ni bu mashq orqali sizlar yuraginglarni to'g'ri ishlashga yordam berasizlar va oyoqdagi har xil og'riqlarni ketkazishga va erkak kishida, ya'ni o'zini kuchini oshirishga, ya'ni hayotga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam berishga va sizdagi har xil muammoli, ya'ni charchoq hislarni ketkazishga yordam beradigan oddiygina mashq ko'rsataman. Ya'ni siz bu mashq orqali yuragingizni sog'lom ishlashiga, qonlanishini yaxshilashga yordam beradigan mashq ko'rsataman. Ya'ni bu qanaqa mashq desa bo'ladi? Bu oddiygina prisdan, ya'ni o'tirib turish mashqi. Ya'ni o'tirib turish deganda ham ko'plar xato qiladi. Ya'ni o'tirib turish deganda oddiy bunaqa o'tirib turish emas, chunki bu noto'g'ri o'tirib turish bo'ladi. Chunki bunda nagruzka tushib qoladi va noto'g'ri bo'lgan hisobiga muskullarga og'riq beradi. Sizlarga hozir to'g'ri o'tirib turishni ko'rsataman. Ya'ni shu holatda turasizlar, ya'ni men shu holatda turaman. Yonlamacha sizlarga ko'rsatganim udobni. Shu holatda turamiz mana. Shu holatda oxirigacha emas, mana shu holat. Shu to'g'ri prisdan hisoblanadi. Ya'ni o'zingizni ko'tara olganingizcha qilasiz. Misol uchun men endi o'zimga norma qilib qo'yganman. 5 mahal 20 tadan qilaman, kuniga 100 ta bo'lsa ham qilaman. Lekin 100 tani qoldirmasdan qilaman. Bu menga nima beradi? Bu menga oyoqlarim baquvvatligini, ya'ni oyoqlarim charchamasligini ta'minlab beradi. Oyoq charchamaydimi? Ya'ni bu yoq qism oyoqning boldir qismi ikkinchi yurak hisoblanadi. Va oyoqda eng katta tomirlar joylashgani hisobiga, oyoq baquvvat bo'lgani hisobiga sizning yuragingiz baquvvat bo'ladi. Yurak baquvvat degani sizni qon aylanish sistemangiz yaxshi ishlayapti degani, sizga miyaga va butun tanaga kislorod yaxshi aylanyapti degani va o'zingizdagi charchoq hislarni ketkazishga yordam beradi. Bu faqat yurakga bo'lganida. Lekin ya'ni o'tirib turish, prisedaniya faqat yurakga emas, sizni muskul qismlaringizni, ya'ni bu yoqdan boshlab shotingizgacha va ichki qismida belgacha, ichki qismida muskullaringiz ishlatib beradi. Shani hisobiga sizdagi tananing past qismiga ko'p muskullaringiz baquvvatlashishni boshlaydi. Ya'ni shu prisdanani kun davomida nagruzkasiz, ya'ni odam chunki birinchi qilmoqchi bo'lganda o'zini zo'rlab qilsa, tana keyin xohlamay qoladi. Shani hisobiga o'zingizlarning normalarni bilinglar. Ya'ni 10 ta qila olasizmi? Ya'ni 10 tadan ko'p sizga nagruzkami? Bo'ldi, 10 ta qiling va dam oling. Chunki tana ertaga xohlashi kerak. Shani hisobiga zo'rlamasdan boshlash kerak. Lekin har kuni qilish kerak. Bu sizga muskullarni ishlatib beradi, qon aylashini yaxshilab beradi va muskullaringiz baquvvat bo'lgani hisobiga, suyagi nagruzka ortiqcha tushmagani hisobiga. Nega tushmaydi? Chunki muskullaringiz baquvvat bo'ladi. Shani hisobiga suyagi nagruzka tushmayapti. Harakatlangan hisobiga, har bitta oyoqdagi bo'g'imlar ishlagan hisobiga qon aylanish yaxshilanadi, ishqalanish yaxshilanadi va bo'g'imlar orasidagi qon aylanish yaxshi bo'lgani hisobiga yemirilish xavfi kamayadi. Shani hisobiga biodagi va biodik amortizator vazifasini bajarib bergan paylar yaxshi ishlagani hisobiga suyaklarga nagruzka tushmaydi. Bu sizlarga kun davomida, ya'ni kun davomida emas, umringlar davomida oyoqinglar baquvvat bo'lib, o'zingizlarni yaxshi his qilishingizga va har xil nagruzkali og'ir ishlarni bemalol qilishingizga yordam beradi. Xo'p, buni ko'rsatib beraman. Shu holatda boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Men oyoq qirsilliydi, bo'g'imlar qirsilliydi. Bu kalsiyni ko'p yuvorgan hisobiga, ya'ni notabiiy ovqatlanamiz. Notabiiy ovqatlanganimiz hisobiga bizning tanadagi kalsiylar yuvilib chiqib ketadi. Ya'ni hozir ko'pchiligimiz kola Pepsi ichamiz, energetik ichamiz. Bular hamma tanadagi kalsiylarni yuvadi. Shuning hisobiga iloji boricha kamaytirishinglarni maslahat beraman. Lekin baribir o'zi kelmaydi. Lekin shu holatda qolishga yordam beradi. Like bosing, podpiska bo'ling va bundan ham qiziq, bundan ham kerakli videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizlarni kuzatishda davom eting.